Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan torg'izdan mojito tayyorlaymiz. Xudoyim sharmanda qilmasin deb torg'izimni qalpog'ini yechgandim, yaxshi qizil chiqdi. Blenderda oldimda torg'izimni suvini chiqarishni boshladim. Torg'iz ichida qayna kelin seriali boshlandi. Bosh rollarda qora blender janoblari, tan beruvchi 2 bo'lak yashil miyatalar. Serialni yana davom ettiramiz. Torg'iz suvini kompotnitsiga suzmoqchi edim, qarasam eligim kattalik qildi. To'xta Dildorat, hamma yoqda choplaysan, hozir kattaroq idish qo'y dedimda, shunday elikni qo'ydim, torg'izimni suzib oldim. Torg'izinglar suv yaxshi suzib chiqmasa, menga o'xshab qoshiqda olib ashna qilib aralashtirsanglar, shundoqqina suzib chiqadi. Danak-panaklari shundoqqina eliginglarda qoladi. Kompotnitsani qo'yamiz, torg'izim suvini shundoqqina quyib olamiz. Tepasidan spraytni shundoqqina ochib quysak bijillab chiqadi, qopqog'ini yopib chetga olamizda 2 tabaqal qo'yamiz. O'g'lim uchun muz soldim, qizimga solmadim, tomog'i og'riydi deb 2 bo'lakdan miyatalardan solib, 1 bo'lakdan limon bo'laklaridan solib, mojitodan quyib oldim. Cho'paydi shunday soluvdim, qizim xursand cho'paydi ichaman deb. Rasmga olyapsam, o'g'lim oyi orqasidan oling dedi, bo'pti deb o'g'limga gapi ham yerda qolmasin deb orqasidan ham ovla qoldim. Kelinglar, yozgi kunida muzdoqini ichamiz.